Burunday mikrorayonda 9 may G'alabiyat kuni munosabati bilan cho'ng bayram bo'lib o'tdi. Burunday mikrorayonining turg'unlari Ulug' bayram 9 may G'alabiyat kunini va juftdagi 30 o'g'il yigit boshlarining 30 yillik o'ldirishini yuqori darajada nishonladi. Bu sharafli kechni jut aktivistlari bilan xonim-qizlar birlashib alohida tayyorlik bilan uyushtirdi. Bayramning asosiy tashkillovchisi jutning yigit beshi Turdiyev Malik va xonim-qizlar raisi Siparova Zaytunan boshchiligida ana singillar bo'ldi. Ular bu kechni faqat bayram uchun emas, balki jutning birligini va milliy qadriyatlarni mustahkamlash uchun cho'ng sovg'a sifatida tayyorlagan. Равняйсь! Смирно! Торжественному маршу, посвященный Дню Победы! Шагом марш! Раз, 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 два, три! Раз, два, три! Tantanlik parad va rasmiy qism kechning ochilishi nihoyatda hayajonli bo'ldi. Harbiy kiyim va pilotlarning kiygan jut o'g'lonlari maxsus harbiy paraddan o'tdi. Komandirning tuzlan sabti turdigan buyruqlari ostida G'alabiyat marshi sadasi bilan mardona qadam tashlagan otalar va akalar bayramga alohida ruh baxshatdi. Bu parad vatan oldidagi borchini o'tagan va bugungi tinchlikni qadrlaydigan avlodning hurmati sifatida baholandi. Ko'ngil ichish programmasi kechning meyrimiga mashhur vedushi va tamada Mirzat Qurbonov boshchilik qilib, o'zining qiziqarli so'zlari va o'yinlari bilan mehmonlarning kayfiyatini ko'tardi. Muzika dunyosining mahiri Mars Qurbonov bo'lsa, bayram ruhiga muvofiq naqshi muzikalarni ijro qildi. Meyramlik dasturxon nihoyatda mo'l yeyilib, mehmonlarga milliy taomlar, maxsus qozonlarda damlangan polo tarqatildi. Mo'tivar oqsoqollar duo qilib, yurtning omonligini, elimizning tinchligini tiladi. Kech davomida jamoatchilik birlashib, milliy usullarni o'ynab, gitara sadasi ostida bayram naqshlarini aytishdi. Burunday mikrorayonining turg'unlari bu kechdan cho'ng taassurotlar bilan qaytdi. Bu bayram yurtdoshlar orasidagi mehr-muhabbat va inoqlikning yana bir isboti bo'ldi. Xush xabar. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun bizda cho'ng xushalliq. Islom dinining dasturi bo'lgan, Muhammad alayhisalomning eng cho'ng mo'jizasi bo'lgan, nijotlik yo'lining asosi bo'lgan, musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lgan Qur'on Karim ma'nosining Uyg'urcha tarjimasini nashr qilindi. Bu kitobning muallifi Uyg'urlarga tanilgan islomshunos olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursun Qori Hajim. Alloh taoloning bizga bergan bu cho'ng ne'matning qadrini bilib, muqaddas kitobni elish qoldiring. Tarlimi cheklik. Kitob bahosi 10 ming tanga. Musulmonlarning muqaddas kitobi har bir qarindishimizning uyida bo'lsin. Mazkur Qur'on kitobining Uyg'urcha tarjimasi Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasining tomonidan tashrif nashrga ruxsat e'lon 12 may kuni Emgakchi Qozoq nahiyalik va Qoram yezliq okrugi hokimiyati maktab ma'muriyati, jut jamoatchilik, shundaqla bir qator tijoratchilarning yaqindan qo'llab-quvvatlashi bilan ko'rnaklik vrach Abaydulla Muhiddin o'g'li Japarovga ana jutida uchrashish bo'lib o'tdi. Uning jut turg'unlari, nahiyalik maslahat deputatlari, shoir yozuvchilar, jurnalistlar, ag'ina o'ngillari va jamiyat arboblari ishtirok qildi. Bugun ata uchun tarix demakchi, haqiqatanmi bu marosim asli qalarliq, ya'ni nihoyatda yuqori darajada o'tganligini alohida qayd lozimdir. Qoramliqlarga aprin deyishdan boshqa aytarimiz yo'q. Qoram jutini dunyoga tanitgan olim Abaydulla Japarovni yurtdoshlari qo'lda ko'tarib oldi. Bu olimni ko'zining tirigida qadrlashning yorqin ulgusi.
Корамлыкларга апырын. Уюштургучу шайыр Иминжан Тохтияровга алкышлар болсун. Боралдай микрорайонунун меркези стадиону Жошкон спорт байрамы майданына айланды. Бу жерде 16 май күнү Алмат шаарынын 8 районундан келген командаларынын бишини кошкан жылдык футбол турнири болуп өттү. Казакстан халкынын бирлиги күнүгө багышталган бул мусабакалар достук ва спорт үчүн эч кандай чегара жоктугун яна бир кытым испатлады. Тен-тенлик сап түзүлүш ва Казакстан Жумһуриятынын дөөлөт гимни окулгандан кийин мehmonlar спортчуларга өзлөрүнүн ысык саламдарын жолдоду. Коңурбаев Данияр Телевханович, Боралдай микрорайон округунун хакими, Махмутжан Мансуров, Уйгурлардын Жумһуриyaтлык медениет меркези, Алмат шаһарлык филиалынын жигит беши итпакынын рейси, Абдыришат Мамедов, Алатау районунун чоң жигит беши, Мелик Турдыев, Боралдай микрорайонунун жигит беши. Спорт insanlarını yakınlaştırdı. Bugün meydanda özara besleshkenler, ete hayatda sadık dostlarga aylанды. Turnirimiz xilma-xil millet vekillerinin beşini koşup, birlik ve hemkarlıkның haqiqiy ramziga aylandı. Dep ta'kidledi natiqlar öz sözlerinde. Bayramga alohida qizg'inlik baxsh etganlar Zaytunam Siparova yetakchiligidagi Boralday mikrorayonining Xonim-qizlar kengashi va Almat shaharlik Xonim-qizlar kengashining vakillari bo'ldi. Ularning hamkorligi va tirishchanligi mehmonlar va musobaqa qatnashchilari uchun qiziq manta, polo, piraqliq samsa va boshqa nurg'ulgan milliy taomlar bilan bayram dasturxoni silindi. Tashkilotchilarni qo'llash va o'zlarining yaxshi ko'radigan komandalarga jonkuyarlik qilish uchun Robert Omarbakiyev, Almat shaharlik jigit beshi ittifoqi raisining o'rinbosari, Rizvangul Amrayeva, Almat shaharlik filiali Xonim-qizlar kengashining raisi, Almat shahar rayonlarining cho'ng jigit boshlari Alimjon Raziyev, Tursunjon Musayev, Ramil Sharipov, Qudratjon Tayir va boshqa hurmatli mehmonlar keldi. Musobaqaning yuqori darajada o'tishiga hissa qo'shgan tashkilotchilarning ichida bosh operator Mars Qurbanovga, sudyalar Asilbek Abduqaliyevga va Aziz Bedinovga minnatdorlik bildirildi. Shiddatlik va qiziqarli o'tgan matchlarning natijasi bo'yicha birinchi o'rin Yetsu rayonining Sulton komandasi, kapitan Rinat Isayev, ikkinchi o'rin Boralday mikrorayonining komandasi, kapitan Rasul Turg'anjanov, uchinchi o'rin Ili rayonining komandasi mukofotlandi. Alohida nominatsiyalar bo'yicha mukofotlanganlar: eng yaxshi bombardir Mamadaliyev, Avezov rayoni, eng yaxshi qo'rg'uvchi Ilyar Hamrayev, Boralday mikrorayonidan, eng yaxshi vratar Shahmurat Ashimov, Avezov rayonidan, eng yaxshi hujumchi Diyas Nurqaz, Ili rayonidan. Turnir yuqori kayfiyatda oyoqlashdi. Tashkilotchilar va musobaqa qatnashchilari bunday chora-tadbirlarning vatanparvarlik ruhini mustahkamlaydiganligiga birdek ishonch bildirdi. В издательском доме «Мир» вышла книга, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося ученого, переводчика, педагога, доктора филологических наук, профессора Мурата Каримовича Хамраева. В книгу включены статьи ученого, посвященные вопросам развития литературы и искусства. На большом фактическом материале прослеживаются пути становления театрального и изобразительного искусства. Помимо работ самого Мурата Каримовича, в книгу включены воспоминания его родных, друзей и коллег, которые делятся теплыми словами об этом удивительном человеке. Книга издана на 2 языках – уйгурском и русском.